Bu inson hozir atigi 2-5 del o'lchov birlikdagi og'riqni his qildi. Ayollar esa tug'ruq vaqtida bundan qariyb 20 barobar ko'proq og'riqni his qiladi. Bizda turli xildagi o'lchov birliklari mavjud. Masalan, tana vazni kilogramda o'lchanadi, bo'y santimetr va metrlarda, og'riq o'lchov birligi qilib delda qabul qilingan. Qisqacha tushunishlaringiz uchun bir nechta misollar keltirib o'taman. Tish og'rig'i o'rtacha 2 dan 10 delgacha, qo'l oyoq suyagi singanda o'rtacha 10-15 delgacha og'riq his qilinadi. Bosh og'rig'i esa turiga qarab 2 dan 20 delgacha og'riq beradi. Ayollar esa tug'ruq vaqtida o'rtacha 55-57 delgacha og'riq his qiladi. Bu esa organizmdagi 15-20 ta suyakni birdaniga sinishiga tengdir. Eslatma o'rnida erkaklarda 40 delgacha og'riq his qilinsa, jinni bo'lib qolishi yoki nobud bo'lishi mumkin. Bu videoni og'riqqa chidamsiz tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Yanada qiziqarli ma'lumotlarni bilish uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar.